Mana bugun erta tongdan zavtrikka tushdik. Onalarimiz bilan chiroyli dasturxon atrofida mazza qilib o'tiribmiz. Mirzaxon oilari. Mana shu girinlik boriga shukr, bolalarimizni boriga shukr, qizlarimiz ishlaganiga shukr, Parvardigorim Allohim. Topgan tutganlariga shukr. Girinlikdan benihoya xursandmiz. Mana bolalarimiz bizni she'rga yetalab kelishni ko'rmagan joylarimizni ko'rsatishyapti. Mashallah. Tahajjud namozlarini o'qidik ertalabda, bomdod namozlarini o'qidik ertalabda. Shuni kundan yetkazganingizga shukr, Parvardigorim Alloh. Maza qildingizmi? Sizlarning boringizga shukr, sizlarning boringizga shukr, Parvardigorim Alloh. Umringizda uzun bizgina baland ishlading, doim oilalar bo'lsin. Girinlik zo'r. Sog' bo'ling. Mirzaxon oilari. Assalomu alaykum. Liderlar, natijali liderlar. Sizlarning orqalaringizdan, bolalaringiz orqamizdan mana shu joylarga Alloh bizni